Hozirgi yosh avlod bilmaydigan birinchi bo'lib o'zbek tomoshabinlariga tanilgan koreys seriali Qalbim chechagi. Ko'pchilik yosh qizlarni yig'latgan qish san'atasi. Tavakkalchi jaydari koreys yigitlari haqidagi taqdir o'yini. Yosh bolalarni kamon yasashga majburlagan Jumong seriali. Faqat ovqat yeb kasal bo'lishdan bo'shamaydigan qirolning tabibi haqidagi Saroy javohiri seriali. O'zbek tomoshabinlarni Turkiya madaniyati bilan tanishtirgan ilk seriallar klassikaga aylangan Chola qushi. Bo'limlari hech qachon tugamaydigan Qashqarlar makoni. Xotinlarini boshqara olmay, sochi to'kilib ketgan sulton haqidagi Muhtasham 100 yil kabi seriallar hali ham ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. Yana bir shedevr qolib ketdi. Faqat eng old school muxlislar biladigan bir ayol hayotiy dramasi asosida Yaponiyaning 80 yillik tarixi ko'rsatilgan Oshin seriali.